Assalomu alaykum dehqon akalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bu yil mana 2025-yil 27-mart sanasida video qilyapman. Xudo xolasa inshaalloh o'tgan yili shu yozda qilgan bo'yimcha shekilli video chiqargan yo'q edim, ayrim sabablarga ko'ra. Dehqon akalar, bu yil mana yana sayz tarvuz ekyapmiz. Xudo xolasa sayz tarvuz urug'ini olib keldim. 60 sotik ekyapman. Originaldan oldik. O'tgan yili bir ikkita akalar ekkan ekan, yaxshi chiqmadi. Menga telefon qilishdi. Krishkasida belgilari mana shunaqa bo'lar ekan, mana xuddi shunaqa bo'lar ekan. Yaxshisi originalda. U narigi yomonida krishkasida qandaydir monetda 2 ta 3 ta 4 ta belgisi boshqacha bo'lar ekan. Monetlarda belgilari mana 59 raqamini qo'yishibdi. Shunaqa mayda qizil belgilari bor ekan. Ularga ham qo'yishibdi. Lekin bankasida jinday farq bo'lar ekan. Farqi krishkasida shunaqa ikkitalik bo'lar ekan bunaqa. Unda 4 xilmi bor ekan, boshqacha ekan. Men ko'rdim buni ham. Original emas ekan. Shunda ekmoqchimiz, xudo xolasa sayz tarvuz urug'i. Akalar o'tgan yil begomizga ekdim, 22 kiloga to'g'ri bo'ldi shu. Yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, qovun urug'ida bozor aldidan olib keltirdik. Xudo xolasa mana 300 gram olib keltirdim. Ozroq joyga ekyapman. Namanganda bozor aldigan ukaxonimiz bor. Shu boladan olib keldik urug'larni. Juda ham chiroyli mana. Olib keldim, xudo xolasa shunday ekanmiz, Alloh nasib qilsa. Xo'p, bozor alda urug'lar yana bor. Agarda aniq qilsa, hozir men nomerini aytaman. Bozor al nomerini Namanganda bor. Bozor al nomer 99lik 874 88 81. Shu nomerga telefon qilasizlar. Bozor ali yozib oldim men. Keyin ko'kcha qovun urug'i bor. Ko'kcha qovun urug'i o'zimiz Bo'zda Advostakada, qo'shnimda, mahallamda 99 903 0671 Abduvostaka. Telefon qilsanglar ikki nomerga. Abduvostaka Bo'zlik. Bozor ali Namanganlik. Inshaalloh qovun urug'lar kerak bo'lsa olaverasizlar. Mana o'si ham bor. Bu Obunovatni chachishgani, Ishanini Obunovat chachishgani bu. Mana bu bozor aldan olib kelganimiz, bu ham zarkokilga chachishgan urug' bu. Eng kattasi bu zarkokilga chachishgani juda ham katta bo'ldi. 13 kilo 600 bo'ldi. Men o'zim buni anaqa qildim. Tortdim tarozida. Endi men montaj qilishni bilmayman, videoni shunday prямо olib, prямо qo'yaman. Shunga montaj qilib, kilolarni, boshqalarni videoni qo'sha olmayman. Men bor uzr. Dehqon bo'laman. Uncha videolarni montaj qilishda bilinmas. Alloh nasib qilsa, xudo xolasa bu yil yana dehqonchilik qilyapmiz. 60 sotik tarvuz sayzdan ekyapmiz. Begomizga ekamiz inshaalloh. Xudo xolasa shundan 90 kunlik tarvuz urug' bu. Bankasini 580 mingga berdi. 580 mingga bir akaxonimizga 2 banka berdik. O'zimizga buni o akamiz olib berdi. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Ilohim, duo qilasizlar akalar. Qovun urug'larda olmasdan chiqmasin. Ko'kcha, Namangan ko'kcha urug' to'rlik bo'ladi, ko'k bo'ladi. Advostakaga telefon qilasizlar qovun urug'. 99 yana bir marta qaytaraman. 99 903 0671 Abduvostaka Bo'zdan. Andijon viloyati Bo'ston tumanidan. Dastavka qilib bermaydi, o'zingizlar kelib olib ketasizlar. Nariga bozor alini o'zingizlar telefon qilasizlar. Agar ko'proq olsanglar dastavka ham qilib beraveradi yoki bo'lmasa pochta orqali ham beraveradi. Bu Advostakani ham shu iloji bo'lsa gaplashib ko'rasizlar.
telefon nomerlarini berdim. Alloh rizoligi uchun sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, tinch bo'linglar. Dehqonchiliklarga Alloh taolo baraka bersin.